Uyda ba'zi narsalar kam qolibdi. Bozorlik qilib berasizmi? Mana shu odatingiz zo'r ekan. Tugaganda emas, kam qolganda aytishingiz. Keling, bugun bozorlikni Muhammad Ali qilsa. Qanday bo'lar ekan? Zo'r bo'ladi. Nima kerakligini aytasiz? Birga chiqsam bo'ladimi? Yo'q. O'zi chiqib olib keladi. Mana bu pul. Mahallani boshida bozorcha bor. Olib kelasan, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Qorningiz ochmadimi? Biron nima bo'lsa yerdim. Oyijon, Ha, qizim. men pishirib beray. Mayli ko'ya, lekin Shunaqasi. nima o'qiyapsiz? Alloh sari 20 bekat. Bu kitobda Allohga nisbatan muomalamiz qanday bo'lishi kerakligini bilib olmoqchi ekanmiz. Quyidagi savollarga javob topishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Mana Muhammad Ali. Tuxumma butuni yo'qmidi? bor. Qoyil Muhammad Ali. Rosa sersuyak go'sht olib kelibsan. O'zi bugun bir maza qilib sho'rva ichkimchisi kelgandi. Non ham rosa sho'rvaga qo'shib yeydigan bo'pti-a? Puling yetdimi ish qilib? Ha, ortib ham qoldi. Mana. Barakalla. Ayasi? Muhammad Ali rosa ham barakali yigit ekan, ha? Keyingi safar men bozorga borganda albatta seni olib olaman, xo'pmi? Xo'p. Chunki baraka bor ekanda senda. Daram. Ovqat tayyor. Voy, Shahrizoda, dadasi, qarang, zo'r pishiribdi. Qani boshlang. Qornim tatalab ketdi. Shahrizoda, barakalla. Zo'r pishiribsan. Men senday paytimda bunaqa pishira olmasdim. Endi ovqat tayyorlasak, birga tayyorlaymiz. O'rgatasan, xo'pmi? Ha. Qani, kela qol. Qani, olding. Vaqt